Assalomu alaykum hammaga. Hozir sizlar bilan Aboy, Atachento va emulsiyani yaxshi va yomon tomonlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib sizlar bilan Aboyda afzalliklaridan boshlaymiz. Aboyda afzalliklariga kelsak, tez va chiroyli natija chiqarish mumkin. Ya'ni devoringiz notekis bo'lsa, mayda yoriqlari va g'adir-budur joylari bo'lsa, Aboy buni yashirib ketadi. Uni yomon tomonlariga keladigan bo'lsak, nam joylarga umuman ishlatib bo'lmaydi. Agar ustiga dog' tegsa, uni ketkazib bo'lmaydi yoki bironta joy yirtilib qolsa, uni to'g'rilab bo'lmaydi. Emulsiyaning afzalliklariga keladigan bo'lsak, u har qanday xonaga to'g'ri kelaveradi. Yaxshi sifatli emulsiya ishlatsalaring, kir, dog'larni bemalol artib tozalasalaring bo'ladi. Xo'p, minuslariga keladigan bo'lsak, uni notekis devorga ishlatib bo'lmaydi. Emulsiya uchun devorni tekis qilib tayyorlab olish kerak bo'ladi. Sifatsiz emulsiya ishlatib qo'ysalaring, rangi o'chib ketib qolishi mumkin. Atachentoning eng afzalli taraflari bu xonadoningizni hashamatli va zamonaviy ko'rsatib beradi va uzoq muddat xizmat qilib beradi. Kamchiliklariga keladigan bo'lsak, u qolganlariga nisbatan qimmatroq bo'ladi va siz xohlagan fakturani hamma usta ham qilib bera olmasligi mumkin. Uyingizni ta'mirlash bo'yicha kerakli ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.